Assalomu alaykum, efirda axborot dasturi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev bugun tadbirkorlik subyektlariga nisbatan moliyaviy jarimalarni qo'llash tartibini yanada liberallashtirish hamda bu sohada sud nazorati samaradorligini oshirish yuzasidan takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Zamonaviy dunyoda investitsiyalar va inson kapitali uchun global raqobat kuchayib borayotgan bir paytda qonunchilik va boshqaruv institutlarining samarali tizimi barqaror iqtisodiy o'sishning asosiy omiliga aylanmoqda. Shu ma'noda ularning qay darajada adolatli tarzda qo'llanilayotgani ham muhim ahamiyatga ega. Mutaxassislarning fikricha, tadbirkorlik subyektlariga moliyaviy jarimalarni qo'llash tartibini yanada liberallashtirish, jarayonlarni tartibga solish va asosli nazorat tizimi soha rivojiga xizmat qiladi. Jahon tajribasi ham shuni ko'rsatmoqdaki, haddan tashqari qat'iy va davrga mos bo'lmagan cheklovlar jozibador investitsiya muhitiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Tranzaksiyaviy xarajatlarni oshiradi hamda biznes vakillarining davlat idoralariga bo'lgan ishonchi pasayishiga olib keladi. Aksincha, nazoratning preventiv modeliga o'tish, ya'ni e'tiborni qoidabuzarliklarni jazolashdan ko'ra ularni oldini olishga qaratish, qonunchilikka ixtiyoriy rioya qilish madaniyatini shakllantirishga xizmat qiladi. Iqtisodiy samaradorlikni oshirish ortiqcha byurokratik to'siqlarni qisqartirish bilan bevosita bog'liq. Tartibga solish yuklamasining ortiqchaligi esa resurslarni samarasiz taqsimlashga, raqobatbardoshlikning pasayishiga olib keladi. Shu nuqtai nazardan davlat xizmatlarini raqamlashtirish, samarasiz qonun qoidalarini qisqartirish tamoyilini joriy etish hamda tartibga solish jarayonlarini tizimli baholash muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, davlat organlari va mansabdor shaxslar faoliyati ustidan sud nazoratini kuchaytirish ham alohida o'rin tutadi. Boisi, bunday tizim institutsional muvozanatni ta'minlaydi hamda mulk huquqini himoya qiladi. Bu esa o'z o'rnida ishbilarmonlik muhitini barqarorlashtirib, ishonchni yanada oshiradi. Bugun iqtisodiyot modelini faol transformatsiya qilish bosqichida turgan O'zbekiston uchun mazkur yo'nalishdagi islohotlar strategik ahamiyatga ega. Ularni izchil amalga oshirish mamlakat biznes muhitining xalqaro reytinglardagi o'rnini yanada yaxshilash bilan birga uzoq muddatli o'sish, iqtisodiyot diversifikatsiyasi hamda investitsiyaviy faollik uchun mustahkam asos yaratadi. Bundan tashqari, mazkur sohada puxta ishlangan, shaffof va aniq tizim tadbirkorlik subyektlari uchun ham muhim ahamiyatga ega. Ma'lumki, o'tgan yilning avgust oyida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti va tadbirkorlar o'rtasida bo'lib o'tgan ochiq muloqot chog'ida sohaga oid ko'plab masalalar atroflicha muhokama qilingan edi. Muloqotda bildirilgan tashabbuslar asosida yangi takliflar ishlab chiqildi va bugun davlatimiz rahbariga ushbu masalalar yuzasidan taqdimot qilindi. Tadbir avvalida mas'ullardan taklif etilayotgan yangiliklarning mazmun mohiyati haqida qisqacha ma'lumot olishga harakat qildik. Bugungi taqdimotda qanday masalalar ko'riladi? Muhtaram Prezidentimiz tadbirkorlar bilan o'tkazgan ochiq muloqotlarida tadbirkorlarga qo'llaniladigan ta'sir choralar mutanosib bo'lishi haqida topshiriq bergandilar. Aynan shu topshiriqdan kelib chiqib, hududlarda tadbirkorlar bilan uchrashdik, tekshirish o'tkazilgan tadbirkorlik subyektlari bilan suhbat qildik va natijada bir qator takliflarni hozir muhtaram Prezidentimizga taqdim qilamiz. So'nggi paytlarda faoliyat yuritmayotgan tadbirkorlik subyektlariini tahlil qilganimizda 3000 ga yaqini aynan shu tekshirish natijasida qo'llanilgan moliyaviy jarimadan keyin faoliyatini to'xtatayotganligini ko'ryapmiz. Bu kabi takliflarda hayotga joriy etilishi birinchi navbatda tadbirkorlik subyektlariga ortiqcha bosimni oldini oladi. Tadbirkorlarni yanada erkin faoliyat yuritishiga zamin yaratadi deb o'ylayman. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev bugun tadbirkorlik subyektlariga nisbatan moliyaviy jarimalarni qo'llash tartibini yanada liberallashtirish, bu borada ortiqcha byurokratik to'siqlarni qisqartirish hamda davlat organlari va mansabdor shaxslar faoliyati ustidan sud nazorati samaradorligini oshirishga qaratilgan takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Taqdimotda bugungi kunda moliyaviy jarimalarni qo'llash amaliyotida tadbirkorlar uchun qator muammolar saqlanib qolayotgani qayd etildi. Xususan, ayni paytda jarimalarning aksariyati vakolatli organlar, qolganlari esa sudlar tomonidan qo'llanilayotgan sud nazoratini kuchaytirish zarurligini ko'rsatmoqda. Shu munosabat bilan joriy yil 1-oktyabrdan moliyaviy jarimalarni ixtiyoriy to'lashni rag'batlantiruvchi yangi va yagona tartibni joriy etish taklif qilindi. Unga ko'ra, tadbirkorlik subyekti vakolatli organning qarori topshirilgan kundan boshlab 1 oy ichida jarimaning 50% to'lasa, qolgan qismini to'lashdan ozod etiladi. Shuningdek, jarimani 6 oy davomida teng ulushlarda bo'lib to'lash imkoniyatini yaratish nazarda tutilmoqda. Bunda qaror topshirilganidan so'ng 1 oy ichida jarima summasining 6dan 1 qismi to'lansa, mazkur tartib avtomatik ravishda amal qiladi.
Sud nazoratini kuchaytirish maqsadida vakolatli organning moliyaviy jarimani qo'llash to'g'risidagi qarori sud tomonidan bekor qilingan yoki haqiqiy emas deb topilgan taqdirda undirilgan mablag'larni 15 kun muddatda qaytarish mexanizmini belgilash taklif etildi. Agar ushbu muddat buzilsa, kechiktirilgan har bir kalendar kun uchun Markaziy bank asosiy stavkasidan kelib chiqqan holda foiz hisoblanishi nazarda tutilmoqda. Moliyaviy jarimalarni qo'llash jarayonlarini raqamlashtirishga ham alohida e'tibor qaratildi. Biznes ombudsman tomonidan yuritiladigan yagona davlat nazorati axborot tizimida tadbirkorlik subyektlariga nisbatan qo'llanilgan moliyaviy jarimalarning elektron reyestrini joriy etish taklif qilindi. Vakolatli organlarning qarorlari qabul qilingandan keyin elektron raqamli imzo bilan mazkur tizimga kiritilishi shart bo'ladi. Axborot tizimiga kiritilmagan va elektron raqamli imzo bilan tasdiqlanmagan qarorlar haqiqiy emas deb hisoblanadi hamda ular asosida jarima undirilmaydi. Shuningdek, mobil ilova orqali moliyaviy jarimalar hisobini yuritish, ularni monitoring qilish va onlayn to'lash imkoniyatini yaratish, manfaatdor idoralarning axborot tizimlarini o'zaro integratsiya qilish zarurligi qayd etildi. Soliq to'lovchi tadbirkorlik subyektining shaxsiy kabineti orqali moliyaviy jarima to'g'risidagi qarorlar ustidan onlayn shikoyat berish va shikoyat kiritilishi bilan qaror ijrosini avtomatik to'xtatib turish imkoniyatini joriy etish nazarda tutilmoqda. Taqdimotda huquqiy ta'sir choralarini qo'llash tartibini unifikatsiya qilishga qaratilgan huquqiy ta'sir choralari to'g'risidagi qonun loyihasini ishlab chiqish taklifi bildirildi. Davlatimiz rahbari tadbirkorlik subyektlarining huquq va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilish, ularni qonunga rioya etgan holda faoliyat yuritishga rag'batlantirish, jarima qo'llash amaliyotida adolat va shaffoflikni ta'minlash eng muhim vazifalardan ekanini ta'kidladi. Takliflarni puxta ishlab chiqib, sud nazoratini kuchaytirish, raqamlashtirishni jadallashtirish va sohada yagona, aniq hamda adolatli huquqiy mexanizmni shakllantirish bo'yicha mutasaddilarga tegishli topshiriqlar berildi. Bugun hurmatli prezidentimizga moliyaviy jarimalarni qo'llash tartibini yanada liberallashtirish va sud nazorati samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida taqdimot qilindi. Mazkur taqdimot asosiy maqsadi, mazmun mohiyati bu tadbirkorlarimizga yana ham qulayliklar va yengilliklar yaratish bo'ldi. Barchamizga ma'lum, moliyaviy jarimalar bu tadbirkorlik subyektlari, xo'jalik yurituvchi subyektlarning u yoki bu sohadagi huquqbuzarliklari, qonunbuzarliklari uchun qo'llaniladigan ta'sir chorasi. Undan maqsad boshqa qonun buzilishiga yo'l qo'ymaslik uchun choralarni ko'rish, ya'ni oldini olish. Lekin davlat maqsadi tadbirkorlarni og'ir moliya ahvoliga solish emas. Shu sababli mazkur moliyaviy jarimalarni qo'llash sohasida ham qanday yengilliklar qilish mumkinligi borasida topshiriq berilgan edi va bilamiz hammamiz, prezidentimiz o'sha 2018-yil o'zidayoq 2 yilga moratoriy e'lon qilganlar. Korxonalarni moliyaviy xo'jalik faoliyatini tekshirish, ularga moliyaviy jarima qo'llash bo'yicha yoki 20-yilda yashil toifaga kiradigan korxonalarni sanitariya epidemiologiya nazorati tomonidan tekshirilishiga moratoriy qo'llangan. Ya'ni bu moratoriylar barchasi tadbirkorlarga yengillik berish. Ularda u yoki bu sohada huquqbuzarlik holatlari kuzatilsa-da, ularni kechirish, ya'ni ularni oyoqqa turib olish uchun qulaylik yaratish maqsadida. Bugungi taqdimotimiz aynan shu siyosati davomi bo'ldi. 2025-yil 30-yanvardagi 33-sonli prezident qarorida ham sud sohasida, umuman moliyaviy jarimalarni qo'llash sohasida tadbirkorlarning huquqiy kafolatlarini kuchaytirish bo'yicha topshiriq berilgandi. Mazkur topshiriq ijrosi bo'yicha Adliya vazirligi bilan Oliy sud, biznes ombudsman, Savdo-sanoat palatasi, tegishli mutasaddi idoralar amaliyotni va qonunchilikni chuqur tahlil qilganda, bu qonunchilikda o'sha tadbirkorlarga ba'zi bir noqulayliklar tug'dirayotgan normalar borligi aniqlandi va ularni bartaraf etish bo'yicha takliflar berildi. Bugungi kunda soliq huquqbuzarligi bo'yicha tadbirkorlarga moliyaviy jarimani to'lashning ixtiyoriy 10 kunlik muddati bor. Shu muddatni litsenziyalash to'g'risidagi qonunda misol uchun 15 kunlik muddat deb belgilangan. Ana shu muddatlarni bugun 1 oygacha uzaytirishga ruxsat berdilar. Ya'ni shu tashabbus qo'llab-quvvatladilar. Bu degani tadbirkorlar moliyaviy jarima qo'llanilgan taqdirda ham uni 1 oy ichida ixtiyoriy to'lash imkoniyatiga ega bo'ladi va undan tashqari buni alternativ yana yo'li sifatida 6 oy davomida bo'lib to'lash imkoniyati berilyapti. Bu degani tadbirkorlar endi og'ir moliyaviy holatga tushib qolmaydi. Endi ularni o'sha to'lovga qobiliyatsizlik sharoitiga yetkazilmaydi, balki tadbirkorlik faoliyatini to'xtatmagan holda moliyaviy jarimani ham sekin-sekin to'lab borish imkoniyatlari yaratilyapti. O'ylayman, bugungi taqdimot natijasida imzolangan qaror bu tadbirkorlarni huquqlarini amalga oshirishda, ularga qulaylik yaratishda juda ham katta bir islohot bo'ldi. Taqdimotda takliflarni yetkazdik va muhtaram prezidentimiz qo'llab-quvvatladilar. Xususan, hozirgi qaror loyihasi bilan endilikda tadbirkorlik subyektiga 1 oy davomida qo'llanilgan moliyaviy jarimani to'laydigan bo'lsa, 50% gacha miqdorda chegirma berish masalasi belgilanyapti. Bundan tashqari, yana bir muhim masala
bugungi kunda har bitta o'tkazilayotgan tekshirishlar bo'yicha biznes ombudsman tomonidan nazorat olib boriladi. Ya'ni tekshirishlarni kim qachon o'tkazdi, to'g'ri o'tkazdimi, yo'qmi, hammasi tahlil qilib boriladi. Lekin afsuski, soha raqamlashmaganligi sababli qo'llanilgan moliyaviy jarimalarning asosli yoki asossiz ekanligini bizda tahlil yo'q edi. Shu bo'yicha ham hurmatli prezidentimiz yechim qilib berdilar. Endilikda biznes ombudsmanni yagona davlat nazorati axborot tizimi orqali, ya'ni moliyaviy jarimalarni ham tahlilni yuritish kerakligini, ya'ni moliyaviy jarimalarni qo'llanishi bilan o'sha vaqtdayoq himoya qilish lozimligi bo'yicha topshiriq berib o'tdilar. Bundan tashqari yana bir tadbirkorlarga quvonarli yangiliklardan biri, bizga ko'p murojaat qilishadi tadbirkorlarimiz, noto'g'ri moliyaviy jarima qo'llanildi deydi. Uni bekor qilib beramiz, ya'ni sud orqali haqiqiy emas deb topib beramiz. Lekin tegishli nazorat qiluvchi organga pulni qaytarib berish bo'yicha murojaat qilinganda turli xil bahonalar bilan cho'zish holatlari ham uchraydi va bu bo'yicha ham yechim qilib berdilar. Endilikda nazorat qiluvchi organ 15 kun ichida qaytarib berish kerakligini, agar 15 kun ichida qaytarib berilmasa, tadbirkorlik subyektiga har bir kechiktirilgan kun uchun kompensatsiya to'lanishi lozimligi bo'yicha normalar ham qarorda o'z aksini topdi.